Mahsulotlaringizni uzoq muddat sifatini saqlaydigan sovutgich qidiryapsizmi? Premier 412 sovutgichimiz No Frost tizimida ishlaydi va Leko texnologiyasini ham o'z ichiga oladi. Leko texnologiyasi sovutgich ichidagi havoni filtrlab, karbonat angidridni o'ziga tortadi va kislorod chiqaradi. Bu esa mahsulotlarning yaroqlilik muddatini uzaytirib, ularning tabiiy yangiligini saqlashga yordam beradi. Metal cooling texnologiyasi sovuq havo haroratini uzoqroq saqlash uchun sovutgichga metal plitalar o'rnatilgan tizimdir. Sovutgich eshiklari tez-tez ochib yopilganda ham harorat barqarorligini ta'minlaydi. 412 modeli 3 xil rangda taqdim etilgan: keramik oq, oynali qora va kumush rangda. Umumiy hajmi 401 litr, sovutish kamerasi 252 litr, muzlatish kamerasi esa 149 litr. O'lchamlari esa standartlarga mos keluvchi 60-64-191 cm ni tashkil qiladi. Premier bilan innovatsion sovutish texnologiyasi yordamida har bir mahsulotlarning yangiligini va yaroqlilik muddatini uzaytiring. Premier hamyonbop texnika.